Men bu yerda o'lmoqchi emasman va sizlarni ham o'lishingizni ko'rmoqchi emasman. Shunday ekan, men o'sha iblis lordini o'ldiraman. Agar tirik qayta olsak, meni kutayotgan har qanday shikoyat va jazoni qabul qilaman va istaganingcha gaplashaman. Qisaylo, sen ketyapsanmi? Shon sharaf uchun. Mana shu axlatni tinmay takrorlashda davom etasizlar, to'g'rimi? Shon sharaf uchunmi? Bu ahmoqlik. Bu ko'proq haddan tashqari zo'ravonlik qilish istagiga o'xshaydi. Endi tayyor bo'l. Yiqilib tushma. Keraksiz ogohlantirish. Aslida sizlar insonlar mening tashvishimsiz. Ritserim, endi harakat qilish navbati meniki. Yo'q, hali emas. Nima uchun? Sen meni zaif deb o'ylayapsanmi? Hatto ma'budalarni ham o'z chegaralari bor. O'zingni haddan tashqari qiynasang, oloving yanada yorqinroq porlaydi. Bu oxir. O'zingni qabrga olib kirishga urinma. Buning uchun mendan maqtov eshitmaysan. Bundan tashqari, ma'buda rejalashtirishni o'z ritsariga qoldirish kerak. Men biz uchun yo'lni ochaman. Bu juda ta'sirli edi, lekin menga keyingisini ber. Hali emas. Qisaylo. Teoriyada biz ularni yorib o'tamiz. Qisaylo, bu safar men. Hali emas.